Mayli, bo'lsa sizlarda aktiv podpischiklarimga bo'lsin. Bugun shu xamirlari shag'ir-shug'ur somsa retseptimni nuqta virgul tochka undolargacha ko'rsatib beraman. Oddiy tuzli suvga oliy navli to'g'ran unlardan qo'shib, o'rtacha yumshoqlikda silliqqina xamir qorib olamiz. Men har doim qiymasiga kartoshka, go'sht, piyoz, dumba va ziravorlar solib, yaxshilab aralashtirib olaman. Shu joyda sizning margarin reklamasi bo'lish kerak edi. Reklama narxim fitpilyon bo'lganligi uchun ham kommentariyaga margarin so'zini yozib yuborsanglar, o'zingizlarga yuborib qo'yaman. Bir pachka margarinni suvlari chiqquncha qaynatib, 50 g mol yog'i, 50 g pista yog' solib yoygan xamiringizga xuddi shu ko'rinishda surib o'rab olasiz. Bu somsa xamirini bir kun oldin qilib tindirib o'tirishingiz shart emas. O'sha kuni yoqilib yarim soatga morozelkaga qo'ysangiz ham chotki chiqadi. Siz ham somsalaringiz ishib chiqishini xohlasangiz, xamirlarni sal kattaroq kesib, chetlarini yoyib, choyning ichiga kiydirib, ichlariga qiyma solib, do'mboqqina qilib tugib oling. Bu somsa retseptimni oldin ham sizlarga tayyorlab ko'rsatganman. Haligacha direktorimga rahmatlar aytib yozishadi. Sizlar ham albatta tayyorlab, mazza qilib o'tirib yeb olinglar.